Bizda hozirda add buttonlar ishlaydi va bularni bosganimizda mahsulot kartga qo'shiladi. Va biz ularda amountini ko'paytirishimiz yoki kamaytirishimiz ham mumkin. Va agar amount birdan kamayib ketsa, mahsulot kartdan o'chib ketadi. Misol uchun mana bu yerda 3 ta bo'lsa, ana endi minusni bosganim uchun bu yerda 2 ta mahsulot qoldi. Va bu yerda mahsulotlarda umumiy soni hamda umumiy narxi ham mavjud. Aynan bu darsimizda mana shu total price hamda total amountni qanday hisoblashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizda add cart, delete, increase va decrease dan tashqari mana shu yerda yana bitta case bo'ladi va bu case bizda calculate total nomi bilan ataladi. Siz boshqacharoq nom bilan ham atasangiz bo'ladi, lekin men shunchaki hozircha calculate total dedim. Ana endi buni vazifasi aynan mana shu array ichidagi har bir objektni amount va price'ini hisoblash bo'ladi. Buning uchun biz reduce dan foydalanamiz. Bu yerda biz birinchi object va state nuqta cart nuqta reduce va bilamizki reduce ichida bitta callback function va boshlang'ich qiymat bo'ladi. Boshlang'ich qiymatga biz object beramiz va object ichida mana shu total price hamda total amount bo'ladi. Va bizda reduce return qilinishi kerak bo'lgan narsa aynan mana shu bo'lganligi uchun men bu yerda ularni total price hamda total amount ga ajratib olaman. Demak, reduce metodini yaxshi bilasiz degan umiddaman. Bu yerda reduce metodi aynan mana bu yerdagi objektni return qiladi va ichini o'zgartirgan holatda, albatta, ichini o'zgartirish uchun esa biz mana bu yerda o'zimizni logikamizni bajaramiz va biz reduce'ni return qilinayotgan qiymatlarini destructuring qilib olyapmiz. Bu yerda object bo'lgani uchun mana shu yerda ham object. Agar bu yerda array bo'lganida mana shu yerga array yozgan bo'lardim va agar string yoki number bo'lganda shunchaki bitta o'zgaruvchini nomini berib qo'ygan bo'lar edim. Va endi callback function bizda nimani qabul qiladi? Bizda accumulator hamda current value. Akkumulyatorning boshlang'ich qiymati bizda mana bu object bo'ladi. Mana bu object bo'ladi. Current value esa aynan kart ichidagi har bir item bo'ladi. Demak, kart ichidagi har bir itemdan biz quyidagilarni ajratib olamiz. Demak, curval current value va bizda endi amount bor va price bor. To'g'ri, bu yerda rasm, price, ID, amount va boshqa narsalar ham bo'lishi mumkin, lekin shularning ichidan biz amount hamda price ni ajratib oldik. Bu ikkalasini ajratib olganimizdan so'ng nima o'zgaradi? Birinchi navbatda biz const o'zgaruvchi ochamiz, item total va buni vazifasi aytaylik, bu bitta mahsulot va o'sha mahsulotdan 5 ta sotib olganmiz, ya'ni 5 ta va biz endi 5 tasini umumiy narxini hisoblashimiz kerak. Buning uchun men amount ko'paytirilgan price deyman va bu bizda aytaylik 5 ta 700 so'mlik mahsulotdan sotib olgan bo'lsangiz 5 kara 7, ya'ni 3,5 ming so'mni beradi, agar o'zbek tilida tushuntirilganda. Endi biz current value dan price hamda amount ni ajratib olib, umumiy narxni hisobladik va bizda umumiy narx qayerda? Umumiy narx total price hisoblanadi va shu total price ga har bir, mana misol uchun reduce vazifasi kart ichidan bitta objektni olib bu yerga beradi va o'sha objektni ichidagi umumiy narxni hisoblaymiz, total price ga qo'shib qo'yamiz. Demak, total price bizda akkumulyator ichida hisoblanadi. Akkumulyator nuqta total price plus teng bizda item total bo'ladi va akkumulyatorda undan tashqari umumiy qiymat ham bor, ya'ni nechta jami mahsulotlar, aytaylik, ikkita objekt bor, ikkala objekt ichida bittasida 4 ta, bittasida 5 ta bo'lsa, jami 9 ta bo'ladi. Shuning uchun biz bu yerda total amount ni beramiz va plus teng ana endi amount ni o'zi bo'ladi. Bizda reduce'imizning maqsadi har bir kart ichidagi objektni olib bu yerga tenglash, uni umumiy narxni hisoblaydi va bizda o'sha objektni ichidagi mahsulotlar sonini total amount ga qo'shadi. Va total price, ya'ni umumiy hisoblangan narx mana bu yerga qo'shilib ketadi va shu ikkalasi bu yerda return bo'lmoqda, ya'ni destructuring bo'lib qaytib olinmoqda. Endi biz bu ikkala mahsulotni mana shu yerda return qilamiz. Xuddi mana bularning ichida return bo'lganidek, bizda endi biroz logik qism va undan so'ng return bo'lyapti. Bu yerda biz state ni nusxalaymiz va bizda total amount va total price bor. Total amount hamda total price mavjud. Ana endi biz bemalol har bir mahsulotni umumiy narxi va umumiy qiymatiga ega bo'ldik. Bu calculate total qachon qanday ishlaydi? Doim kart
o'zgarganida mana shu case ishlashi kerak. Buni ishlatish uchun biz bu yerda use effect ochamiz. Use effect tepadan avtomatik import bo'ladi va biz buni ichida bitta callback function hamda dependency array. Dependency array bizda state.card bo'ladi. Ya'ni kartda ichida nimadir ko'payib, nimadir kamaysa, undan bu xabardor bo'ladi va doimo dispatch orqali bizda type calculate totalni ishga tushiradi. Unga payload berish shart emas. Bu calculate totalni vazifasi aynan mavjud qiymatlardan yangi qiymat hosil qilish bo'ladi xolos. Demak, endi biz buni ishlatib ko'radigan bo'lsak, hozir saqlaymiz va bu yerga o'tib sahifani yangilaymiz. Addni bosadigan bo'lsam, bizda state.reduce, ya'ni state.cardda xatolik beryapti. Bizda total amount is not undefined. Ya'ni biz total amountni noto'g'ri beribmiz. Buni ochamiz va bu yerda total amount. Albatta biz juda ham muhim narsani unutibmiz. Ya'ni reduce ichida mana shu yerdagi akkumulyator return bo'lishi kerak. Ya'ni akkumulyator mana shu objektga teng. Va biz mana shu qiymatlardan keyin return akkumulyator qilib qo'ysak bo'lgani. Ana endi sahifani yangilab, bemalol add qiladigan bo'lsak, e'tibor bersangiz, amount ga bitta bo'ldi mana va narx mana bu. Agar buni men ko'paytirsam, amount 2 ta va narx mana shuni 2x. Qolganlarda ham xuddi shunaqa. Mana umumiy bizda 5 ta va umumiy ularda narxi. Narxni bu yerda, umumiy amountni esa bu yerda ko'rsatishimiz kerak. Va aynan mana shu narsa sizga topshiriq bo'lib qoladi. Ya'ni umumiy narxni mana shu yerda chiqarib berasiz va bu yerda esa bizda umumiy amount bo'ladi. Mana shu 5 hamda narxni bu yerga joylashtirib bering. Videoni mana shu yerda pauza qilasiz va o'zingiz urinib ko'rasiz. Agar mabodo o'xshamay qolsa, unda hech qisi yo'q. Men bilan davom ettiring. Agar o'xshasa, unda kommentlarda o'xshadi deb yozib qoldiring. Pauza qilib, agar o'xshatib ko'rgan bo'lsangiz, o'xshagan bo'lsa xursandman, o'xshamagan bo'lsa, ana endi hozir birgalikda bajarib ko'ramiz. Buning uchun birinchi navbatda biz mana shu yerdagi total amount va total price dan foydalanish uchun bizga xuddi mana bu yerdagi produktda ishlatganimizdek global context va use context kerak bo'ladi. Navbarga o'tamiz. Keling, birinchi mana bu yerdagi 5 dan boshlaymiz va biz birinchi bu yerda import qilamiz use context va endi yana import qilishimiz kerak global contextni. Bu yerda esa biz total amount va use context ichida esa global context bo'ladi. Mana buni olib, endi biz 5 o'rniga joylashtiramiz. Va endi product listga qaytib, product listda mana bu yerda narx bor va yana biz bu yerda import qilamiz use contextni va yana import qilamiz global contextni. Global context. Ana endi biz pastda bizga total price kerak bo'ladi va use context ichida global context. Mana shu total price ni olib, mana bu yerga joylashtiramiz. Ushbu ko'rinishda. Endi natijani ko'radigan bo'lsak, bizda narx hamda son bor. Ko'paytirsak ko'payadi, kamaytirsak kamayadi. O'xshagan degan umiddaman. Bizda bu darsimizda aynan mana shular edi, ya'ni total amount va total price ni hisoblash va ularni mana shu yerda qo'llash. Keyingi darsda ko'rishguncha